Siz har kuni reklama qilasiz, lekin bu uchun sizga hech kim pul to'lamaydi. Qanday qilib deysizmi? Hozir tushuntiraman. Tasavvur qiling, siz zo'r kinoga tushdingiz. Sizga yoqdi va bu haqida 5 ta do'stingizga aytdingiz. Ular ham borib ko'rishdi. Ularga ham yoqdi va ular ham yana 5 tadan o'zini yaqinlariga, tanishlariga o'zini fikrini bildirishdi. Natijada siz bitta tavsiyangiz bilan kinoteatrga 1000 tadan ortiq odam bordi va egasiga millionlab foyda keltirdi. Endi o'ylab ko'ring. Kinoteatr egasi sizga telefon qilib, "Rahmat, tavsiyangiz bilan odam ko'paydi. Mana bu sizning ulushingiz" deb kartangizga pul tashlab bersa. G'alati, to'g'rimi? Chunki hayotda bunaqa bo'lmaydi. Lekin aynan tarmoqli biznesda mana shunday bo'ladi. Siz o'zingizga yoqqan mahsulotni tavsiya qilasiz va kompaniya shu reklama uchun ketgan pulni blogerlarga emas, televideniyega emas, aynan sizga to'laydi. Siz atigi 5 kishiga aytdingiz, lekin tizim orqali minglab odamlardan foyda ola olasiz. Mana shu tarmoqli marketingning kuchi. Profilimga obuna bo'lib, meni kuzatib borsangiz, tarmoqli marketingda nimalarga erishish va asosiysi qanday qilib erishish mumkinligini oddiy, sodda tilda tushuntirib va amalda ko'rsatib boraman.